Tasavvur qiling, 15 yoshdasiz, otangiz qamoqda, o'zingizni esa kimsasiz qishloqqa surgun qilishgan. Loy-g'o'rda yashab, g'isht ustida uxlaysiz. Ko'pchilik bu azobdan sinib ketardi. Lekin bu yigit omon qoldi va ro'pa-rosa 40 yildan so'ng dunyoning ikkinchi qudratli davlatini boshqara boshladi. Bu 1,5 milliard insonning taqdirini hal qilayotgan shaxs Si Szinpinning asl tarixi. Omon qolish uchun u tizimning bir qismiga aylanishga qaror qildi. Partiyaga kirish uchun 9 marta rad javobini olib, 10-urinishdagina qabul qilinadi. Yillar davomida u eng quyi pog'onadan ko'tarilib bordi. Uning strategiyasi daho darajasida edi. U ko'zga tashlanmadi, janjallarga aralashmadi. Ataylab o'zini zaif qilib ko'rsatdi. Siyosiy elita uni mutlaqo xavfsiz, o'z so'ziga ega bo'lmagan qulay qo'g'irchoq rahbar deb o'ylardi. 2012-yil kuzi Si Szinpin Xitoyning bosh kotibi etib saylanadi. Eski elita uni bemalol boshqaramiz deb xomchot qilgandi. Ammo u kutilmagan yurish qildi. U Xitoy tarixidagi eng shafqatsiz antikorrupsion tozalashni boshlab yubordi. Mayda amaldorlardan tortib, o'zini daxlsiz deb bilgan generallargacha qamoqqa olindi. 1,5 milliondan ortiq odam jazolandi. 2018-yilda esa Xitoyning umrbod rahbari maqomini oldi. Bugungi kunda u raqamli va qudratli yangi Xitoyning asoschisi. Uning hayot yo'li boshqaruv sohasi uchun eng mukammal darslik. U 40 yil kutishni bildi. Kerak paytda o'zini zaif qilib ko'rsatib, hech kim kutmagan vaqtda halokatli zarba berdi. Haqiqiy hokimiyatga erishmaguningcha ambitsiyalaringni yashir. Sizningcha maqsadga erishish yo'lida bunday qattiqqo'l usullar o'zini oqlaydimi? Fikringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Bundan ham qiziqarli videolarni o'tkazib bormaslik uchun boshqaruv.uzga obuna bo'lishni unutmang. Bundan ham qiziqarli videolarni o'tkazib bormaslik uchun boshqaruv.uzga obuna bo'ling.